Mijozimizda talab va istaklarga binoan yangi tug'iladigan o'g'il chaqalog'imizga moslab sovg'a naborini yig'ib berdik. Naborga nimalar qo'yganimizni video davomida ko'rishingiz mumkin. Naborga birinchi o'rin Radom Nora olib chiqishga mo'ljallangan konvertimiz, Turkiyani Bebitov brendidan 3 talik sochiq nabori, Turkiyani Hanimish brendidan 4 tasi bittada bo'lgan butilka nabori, chaqaloqlarni emizayotganda qo'llariga taqib yana ham qulay emizishlari uchun moslashtirilgan maxsus yostiqcha, Babygen brendidan olchadanligili antikolik, chaqaloqlarning kiyimini yana ham mayin qilib yuvish uchun mo'ljallangan maxsus konditsioner gel, Moyrebit brendidan kiyimlarni zararsiz va ximikatlarsiz oqartirish uchun mo'ljallangan maxsus parashok, 3-6 oygacha kiyg'izishga mo'ljallangan naski, Saf brendidan so'rg'ich, Yupxundan ikkitasi birda bo'lgan gel dili dush, Yupxundan molochko va sovun va mijozimiz xohish va istaklaridan kelib chiqqan holda yangi kalta va shortikli bo'lgan slip, 3 oylikdan 6 oygacha kiyg'izishga mo'ljallangan yangi uzun slip va Radomdan olib chiqish uchun 5 tasi bittada bo'lgan komplektimizni ham konvertga moslab berdik. Nima deb o'ylaysiz? Xolajonisi tomonidan yig'ilgan bu sovg'a nabori chaqalog'imizga ma'qul keladimi yoki kamchiliklari bormi? Buni kommentariyada yozib qoldingiz. Siz ham xolajon bo'lib jiyaningizga shunday sovg'a naborini xarid qilgan bo'larmidingiz?